Mixalkovning Sher va yorliq masali. Hey, uyg'ondi-yu tulg'ondi sher, g'irt telbasimon. Vahimali o'krikdan titradi borliq. Qarang, uni mazax qilib qaysi bir hayvon bildirmasdan taqib ketmish dumiga yorliq. Unda eshak yozilgan. Raqam va sana dumdumaloq muhr bilan imzo bor yana. O'zini yeb qo'yguday sher bo'lar xunob. Nima qilsin? Shartda yulib otsin mushtob. Axir muhr bosilganda o'sha yorliqqa tortib netib qolishsa-chi, javobgarlikka. Yorliqdan qonuniy yo'l bilan bo'lish uchun xolos jonivorlar yig'iniga sher keldi tajang. Aytinglarchi, men shermanmi yoki shermasmi? Aslida siz shersiz, ammo yorliqqa qarang, unda eshaksiz. Der Chiyabur shaxtan. Nega endi eshak bo'lay? Xashak yemasam. Axir men sherman-ku, kenguru. Xolis aytgansan. Nimangizdir sherga o'xshab ketadi. Ammo nimaligini aytishim qiyin. Der kenguru. Jon achchig'ida o'kiradi sher. Eshak! Gapirsanchi turmay panada. Ko'rganmisan meni og'ilxonada. O'yga cho'lib, quloq qoqib, eshak shunday der. Nimangizdir sherga o'xshab ketadi. Ammo nimaligini aytishim qiyin. Hozir eshak emassiz. Ammo endi sher hammasiz. O'zing eshak emasligini aytib necha bor sher bo'ri shoqollarga yolvordi bekor. Jonivorlar achinganday bo'lar holiga. Lekin hech kim shartda kelib uning yoniga dumidagi yorliqni yulib tashlashga jur'at eta olmas. Shu zaylda kundan kun sher sho'rlikning sherligidan qolmadi 3 kun. Bir kuni nahorda, nahorda qudratli sher istiqomat qiluvchi g'orda nogoh eshitildi eshak hangrashi. Bu qissaning hissasini o'ylasak biroz